Salom do'stlar, yana efirda men Gulsanam. Men o'zimni xonamda sevimli kitobimni o'qishda davom etyapman. Bu kitobdagi hikoyalar siz uchun foydali va qiziqarli bo'layotganiga ishonaman. Tayyor bo'lsangiz, yangi sahifani ochamiz. Har kuni yuvamiz tish, bu juda ham to'g'ri ish. Ammo esdan chiqar nuqul. Suvning jo'mrakning yopish yoki idish tovoqlar yuvgan kishi bo'lamiz. Birpasda bir dunyo suvni o'ylamasdan isrof qilamiz. Oqaverar jo'mrakdan go'yo tanimas xazina. Kel tasavvur qilaylik, suvsiz dunyoni bir zumgina, hatto yo'qdir ichishga, cho'milish, tish yuvishga. Daraxtlar qurib ketgan, imkon yo'q meva tugishga. Hayot to'xtab qoladi, suvsiz qolsa yer. Shuning uchun uni vaqtida asray bil. Tish yuvayotganda jo'mrakni yopib tur. Ortiqcha isrof qilmay, tejamkor bo'lib yur. Bobong bilan daraxt ek, ildizi suv chaqirar. Kattalarga eslatib tur. Ular ham ko'p isrof qilar. Suv foydali sog'liqqa. Yarmin ichib, yarmini to'kma. Ichimlik suvni hech qachon ko'cha-ko'yga sepma. Do'stlar, xo'sh, suvni isrof qilmaslik nima uchun muhimligini bilib oldingizmi? Bugundan undan to'g'ri foydalanishga kirishamizmi? Kelishdik. Unutmang, biz tabiatni asrasak, u ham bizni asraydi. Ko'rishguncha.